Assalomu alaykum katta-kichik aka-ukalarimizga. Hozirgi kunda ko'pchilik pulini qanaqa oborot qilishni bilmay turganda ishbilarmon aka-ukalarimiz texnika olib, bitta texnikani ikkita qilishyapti. Texnikamiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Oxirchon ko'rsangiz narx-navolini ham aytib o'tamiz. Xente 130 talik. Motoriza amerikanskiy Cummins bo'ladi. Operatsiyalarga tanlanmaydi. 4 ta Porsche'li turbo kompressor, 125 ta ot kuchi. Xolastoy xodda 7 dan 10 tagacha rasxod. Orqa kamera lapalari o'zi mavjud. Texnikamizning og'irligi 10,5 tonna. Gidronasos распределитель Roxres nemetskiy bo'ladi, 4 ga 4 jaydari. Stirlamizning uzunligi 7,5 metr. Komplektatsiyada 0.5 qaychi bisesyomniy adapter transhetlari mavjud. Kulish filtrlari o'zi to'liq jihozlangan. Salonga e'tibor beramiz. Salonda sidenlari mягкий, плавающий, avtomat korobka, жесткий radio konditsioner sistemalari mavjud. Texnikamizga 1 yil 2000 motochas garantiya beramiz. Hamma to'lovlarimiz mavjud. Texnikamizning narxi 880 million bo'lyapti. Obuna bosib, like bosib kelsanglar, xudo xolasa narxlarni past o'sishga qilib beramiz. Hammalarga nasib qilsin, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.